Bugün yana bahorlarga yalindim. Umr degan anhorlarga yalindim. Soniyayu misqollarga yalindim. Tez qaritib qo'ymay otam onamni deb, yuzlarida ajin degan dog' ko'rindi. Sochlarida buncha yerda oq ko'rindi. Hayollarim har tomonga qoq bo'lindi. Tez qaritib qo'ymay otam onamni shuncha tez keksalik qo'lim tutibdimi, ko'nglim armonga to'libdimi? Umr shuncha tez o'tibdimi, keksalik qo'lim tutibdimi, ko'nglim armonga to'libdimi? Ota-onam qarindimi? Shuncha